Assalomu alaykum. Imtihonga tayinlanmoqchi bo'lganlar yoki borib yiqilib imtihondan o'tolmayotganlar uchun bu video. Mana Chilonzor metroda yangi avtodromimiz ochilgan. Chilonzor metro, mana metrodan chiqqanda shundan o'ng qo'lda. Bu yoqda mana orqamizda Bunyodkor stadioni. Mana shu imtihon bilan B kategoriyaning yo'li bir xil qilib chizib qo'yilgan. Mana hozir bitta ko'rsatib beraman sizlarga yo'nalishini. Mana birinchisi peshixod bo'ladi. 1 metr oraliqda to'xtatishingiz kerak. Keyingisi estakada. Estakada ham mana xuddi shu yo'nalishi o'ziga qurilgan. Stopni to'xtatib, yana dalcha yo'l berishimiz kerak. Men hozir endi to'xtab o'tirmadim, просто yo'nalishni ko'rsatyapman. Bu yog'i 90 graduslik qayrilishimiz bo'ladi. Lokatsiya удобный. Ish vaqtimiz shu ertalab soat 7 dan kechqurun 7 gacha ishlaymiz. Nomer qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilib shug'ullanmoqchi bo'lganlar oldinroqdan vaqtini belgilab yozdirib kelishingiz mumkin. Hamma joyda mana o'zini orientirini olib, hammasini o'rgatib tushuntiramiz. Svetoforlarimiz ishlab turibdi. Bu yoqda ilon izi. Yo'ldan chiqdik, Chorrahadan to'g'riga. Garajlarimiz bu yoqda birinchisi Gurzovoy parallel parkovka, mana bunisi yengil mashinanik. Garajga kirib o'tirmaymiz hozir. Просто shu yo'nalishni sizlarga ko'rsatib chiqaman oxirigacha. Garajdan keyin yana Chorrahaga qaytib chiqamiz. Bu yoqda ham 1 metr oraliq masofada to'xtatishimiz kerak. Mana shu bakovitidan ko'ringan chiziq sizlarga ham xuddi shu joyda ko'ringanda to'xtatsanglar, oldinda yana hozir 1 metr joyimiz bor zapasda. Bakovitigida mana shu holatda ko'rinadi. Pavorot chapga yoqamiz, 3-Chorrahadan chapga qayrilamiz. Temir yo'lda stop znaki. Znaki ham bu yoqda ham chiziqqa 1 metr oraliqda to'xtaladi mana. Ketdik. Bu yoq endi razgonli polasa. Bu yoqda birinchi skorsda, ikkinchi skorsda gaz bilan yurishimiz kerak. Tezligimiz 20 dan 40 gacha bo'lishi kerak. Bu yoqda avarinka signal chaladigan joyi to'xtatib, avarinkani yoqib qo'yamiz. 3 sekund avarinkada. Oxirgi mashqimiz bizda parallelniy parkovka bo'ladi. Parallelniy birinchisi parallel, ikkinchi parallelniy, uchinchi parallelniy. Parallelni bajarib olib, Chorrahada pavorot o'ngga yoqib, o'ngga qayrilamiz. Mana ko'rganinglardek yo'nalish shunaqa bo'ladi. Bu yoqda ham birinchi qatorda B kategoriyadan qayrilib kirasizlar. Bu yog'i mana finish. Shu bilan tamom. Mana shu kobotlar bu yoqda ham bor. Kelib bemalol shug'ullanishingiz mumkin.